Salom do'stlar, bugun biz Minecraftda bir o'zim bir talay zombilarga qarshi chiqaman. Mana bizda aslahalar bor, hozir ko'rsataman. Mana yaxshigina bir aslaha bor, hammasi nezaritlik. Uroni ham hammasi chotki. Mana yana misol uchun sandiqga dahshat narsalar bor. Hammasini sehrlab keyin bu yoqqa qo'ydim. Anavi jonsizga o'tib, zombilarni hammasini chiqarib, короче, nima desam bo'ladi? Короче, hamma narsani jonsizga o'tib qilgandim. Shuning uchun mana bu eshik qolib ketibdi. Bizda hozir kamon bor sehrli o'qlar bor kamon uchun. Mana bitta otasiz, bitta o'qiz, bitta zombini 0.7 uronni anaqa qilib 30 sekund slabist qilib qo'yadi. Arbaletni olamiz, yana qilichni oldik. Mana bu kerak. Oltin oldim ki nimagadir u sehrlab bo'lmadi. Nimagaligini bilmayman. Hozircha 2 stak o'qni olib turamiz. Keyin nima olmani zolotoy yablokani keyin 2 stakni olamiz. Keyin kelganimizda yana 2 stakni olamiz. Hozir kech, ertalab bo'laveradi, to'g'ri? O'shanga ertalab bo'lmasdan avval zombilar yonib ketadi, chunki agar ertalab bo'lib zombilar yonib ketsa, biz vashshe g'irromlik qilgan bo'lamiz. Shuning uchun ertalab bo'lishidanoq darrov kech qilib qo'yamiz vaqtni. Mana bu yoqqa hozir checkpoint qilib qo'yaylik. Qani bo'lmasam boshladik. Yana shu yerda talaygina zombi bor. O'zi chiqqanimdanoq qo'rqaman baka. Yana eshiklarni ochaversak bo'ldi. Shu avval olmani yeb olaylik. Qo'rqaman-da shu voshshi. Bo'ldi, o'zi boshlandi. Qaranglar. Qara, qilichni olamizda, mana uni o'ldirib olamiz birinchi. Davay. Keling, mana shuni o'ldiraylik birinchi. Tegmagan narsaga yonib ketar ekan. Bu bizni baxtimiz. Ertalab bitta bo'lib, yana kech bo'lsa chotki bo'lardi. Mana ko'chadagi keraksizlar o'lib ketardi. Ana eshikni ham ocholmay bo'ladi. Creeper portlasak hammasi chiqib keladi ko'chaga. Oldiga borishim kerak edi creeper portlash uchun ham. Yana yetmagan jonim ham ketadi. Voy. Qaranglar, bitta narsa umuman xayolim kelmabdi-da. Bitta dona qilich olganman. Ichkariga shunaqa ko'p zombi bor. Tasavvur ham qila olmaysizlar. Sizlarni ham kuttirmay. Sizlarni ham kuttirmay tezroq boray. Qani boshladik. Chiq. To'xta, yarmini chiqarib olaylik. Qolgan eshikni ochishni vashshe qo'rqyapman bor-ku. Mayli. To'xtanglar. Maydalar chiqoldi. Tepadagi shishani sindirsa kattalar chiqadi. Ana! Yap! Bitta tegishda o'ldirdi. Bittada. Voy, qilichimiz dahshat ekan. Omadimiz-da. Orqaga. Bittada shuncha jon olyapti. Yaxshi. Mana uni ham o'ldirib olmasak, bachchagina bizga ko'p o'yin qilaveryapti. Yo-mayo, hali hamma eshik ochganim yo'q. Shuncha odam chiqyapti. Ya. Sizlarga bu yoqqa qarkmadi bu. O'rgimchakni o'ldirib olmasa, dahshat yomon bo'ladi. Davay. Davay. Yaxshi, zo'r. Cho'k. Yaxshi. Voy. Yaxshi. Tezroq yurib uyga. Uyni eshigini ham olmaganman. Olmaydi, sen o'ldiray. O'ldirgim keldi-da. Eshigini yopib qaytaveramiz. Ichga zombi bo'lsa berakin. Ketdik, belli. Buncha zombini qanday o'ldiraman? Mayli. Hozir 5 minut. Sana bakirlaring endi. Endi haqqoni jang ular. Aytgancha uyimga bitta teshik qilaman dedim. Nimagaligini hozir aytaman. Ana o'sha teshikdan hammasini bitta arbalet bilan, kamon bilan poylab o'taman dedim. Creeperni portlatamizmi?
Ay voy, yaxti. Qaranglar, вообще kamzon o'ylayapti. Anavi asli ham dahshatda kuyimdagidan uzoq joyga borib olamiz. Qaranglar. Dahshat ideya bu. Hozir. Bu safar yiqit aytgancha aslahalarim ham qo'yib ketgan. Yiqit zombini. Qaysi tarafga edik? Tezroq borib olmasak. Olib olsa bo'lmi? Yo. Yiq, bularga nima kerak bu yoqqa? Nima bor edi bularga bu yoqqa? Qolgan narsalarim qani meni? O'xti, qolgan narsalarim qani meni? Endi ertalab ham bo'lib qoladi. Shu kerakmidi menga? Sandiqqa o'zi olib qo'yish kerak edi. Oldingi videomizda ham dahshat omadsiz bo'lgandi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz albatta kirib ko'ring. Qani narsalarimni topay. Narsalarim qani meni? Qaysi tarafga edim o'zi? Shu bilmayman-da. Yaxshi e'tibor bermaganman. To'xtanglar, hozir. Hozir topaman baribir. Mayli. Hozir. Ichkari kirib olsam. Aytsang nima bor bu yoqqa? Bitta o'lib olib eshikni yopib olish kerak. To'xtanglar, o'lamiz yoqqa. Sukut saqlab. Hayır. Shuni tirilganda eshikni yopib olish kerak. Ichkaridan keyin bunaqa qilaman. Hayır. Dizaynga baho beringlar. Qaranglar, dizayn qilganman uncha. Ikkita bu yoqqa, ikkita bu tarafga qoldirganman. Hozir ertalab tushadi, hammasi yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir shular ertalab anaqa tushmasligi uchun anaqa qilib qo'yaylik. Var ularga endi anaqa yo'q. Время ночь. Ana. Ozroqdan keyin men hozir anaqa aslaqalarni qaytarib olaman. Mana yavvan nihoyat tiklab oldik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Totem olish esdan chiqib ketibdi. Shuning uchun shu hozirgi safar totem oldim. Yana sandiq. To'xtanglar, jonsiz rejimga ekanman. Hozir. Mana jonli rejimga ham o'tib oldik. Xatoliklar juda ham ko'p bo'lyapti. To'g'ri, bu meni birinchi, ikkinchi videom. Albatta qo'llab-quvvatlab turinglar. Sandiqni ham birdan hammasini yo'q qilyapman hozir. Sandiqni qo'yib, hamma narsani unga aytgancha ertalab chiqmadimikan? Ertalab tushmagan bo'lsa hozir vaqt yangilab olaylik. Tushgan bo'lsa yana zombilarni ham o'ylayman-da. Ular meni o'ylamaydi. Tushgan bo'lsa kechasi hali yaxshi. Hozir. Sandiq qani? Sandiq kerak emas o'zi. Shaqqa kerak sizlarni shunday tashlab qo'yamiz mana shu tarafga. Qaranglar, mana bu hozircha kerak emas. Bu kerak emas. To'xtanglar. Kerak emas. Hozircha bu kerak emas. Короче, bo'ldi. Ketdik jangga. Qaysi biri yaxshi edi? Stop. Mana uni olamiz, mana uni o'rniga. Buni qo'yamiz joyiga. Bu kamon bitta, bo'ldi, kamon hammasi shu yerda. Bo'ldi, arbalet yetadi o'zi. Ketdik qani. 1 2 Olg'a, eshik yopib bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir sizlarga gaplashamiz. Hozir gaplashamiz. Keling, bitta-bittaga. To'xtanglar, bo'shachami? Ta'siri boshqacha ekan. Yomg'ir yog'ayotgani qaranglar. Kel, hammang kel. Mana qo'ltamiz. Qoch. Zombilar to'dasi bo'lib ketdi-ku bu yoq. Qanaqa ta'sir beradi tushunmadim-da, lekin. Hozir
Jonni ko'rsanglar bo'ladi. Dahshat sekin ketyapti. Bu yaxshi. Nimagadir bu qilich tikkinsam yo'natuvdi. Hozir nima bo'lyapti tushunmayapman. Qani mayli bitta qilich bilan uravermaymiz-ku, to'g'rimi? Zerganlik bo'lib qoladi. Mana u bilan bitta solaylik. Nima qo'rqamaki? Solishga ham qo'ymayapti. Qani to'xtanglar bitta. Vallarim. Hozir o'laman. Hamma narsani ketadi. Uyim oldiga borib o'ylayversam. Men tez yurolmayman. Oltin olma, esimga yo'q. Qilish to'lovlarga qachaba. Ichari ko'rmasak bo'lmaydi. To'xtanglar. Kirma. Kirma! Bo'ldi. Sizlar bilan Allohga gaplashamiz. Bitta gaplashamiz. Ana zo'r yo'lni topib oldik. Bittasi o'ldirib tashamasa bo'ldi endi. Bo'ldi. Kakras go'sh ham topildi. Zombini go'shi bo'lsa ham yeyveramiz biz. Bilasizlar-yu. Jonimiz to'la bo'lsa bo'ldi. Shuni haydayveramiz. Cho'tki rejoylab topdik lekin. Qaranglar. Kim sehrlar bizni? Qanaqa sehr? Ha, aytgancha zombini go'shini yedik-ku. Qaranglar. Cho'tki fikr paydo bo'ldi. Hozir eshikni ochamiz, bir ikkita askar eshikni yopamiz, shularni o'ldiramiz. Yana ikkita askar, ikkita uchta askar yana yopamiz eshikni. O'ldiramiz, короче, shunday qilib tashqari chiqib olamiz bir balo qilib. Bir balo qilib. Sizlar kech qilib olaylik, zombilarni o'ylayman demay. Oxirga keyin sizlar bilan mazza qilib agar oxirgacha ko'rsalaring, hammasini olovga quyosh qilib kuydiramiz. To'xtanglar, 1 2 3 bak anaqani qo'llaymiz. Qilich to'lib olamiz. Bitta qilich ishlar. Shuncha narsa bo'lganmi? Ke. Jonimiz yo'q-ku. Jonni to'ldirish esimga yo'q. To'xtanglar. Nima qilib turamiz ungacha? Chotki. Yo'laylik go'shtimizni. Nima bittaydi shu bilan tamomdan jonni o'ldirib olish kerak. Zombini emas, bir qo'yib chiqsa o'shalarni o'ldirish kerak o'zi. Unaqa qilib olish kerak-ku. Mana shu tashab ketsak, sandiq bo'lsa edi, hozirgina tashab ketardik. Davay, ochamiz. Qiz unaqa zerikali bo'lib qoladi-ku baribir uyimiz. Ke. Davay. Qilich. Hozir. Mana yomon tezdiribdi. Hozir. Bak. Balasini ko'proq go'sh tushadi. Ishid yo'q. Ulgurdik. Qachondir kech qolmaganmiz o'zimiz. Yo'laylik. Osmonga tikilib ishni yaxshi ko'ramiz o'zimiz. Mayli. Nima jon sekin to'lyapti. Zombini go'shti to'lmaydi. U zolotoy olmalar, yabloklarni olish kerak edi. Tatimiz bor-ku. Ochamiz davay. Ke. Yaqir. Ke, yana qaysi biring? Ke. Qo'rqma. O'ldirib qo'ying. Adashimman. 8 darajali bo'ldik. Bu ham urganmiz mencha bitta urishimizda o'ldi. Shu qilichni 2 ta 3 ta qilib olish. Yo'q, aytgancha 2 ta bo'ldi, to'g'ri. Hech video davom etmadim. Agar video yoqadigan bo'lsa, albatta like va podpiska bosib qo'yishni so'rardik. Keling. Bakalım nima bo'lyapti? Tadbir bo'lyaptimi? Kir. Ke. Bitta da o'lyapti-ku. O'z bitta da o'lmasam bo'ldi ish qilib. Birovga ustidan kulmagan zirxor.
O'zingni ustingdan ham kuladiganlar bor. Hopati. Yomon qo'rqsiz o'ch qo'yapsiz. Day. Belli. Jonni qaranglar, bitta dona jonimiz bor. O'shanga ham karillab eshikni ochamiz. Yarimta bo'ldi. Ikkita bo'ldi degan. Qani och kelinglar. Ke. Mana karilyapsan bizlar. Sen bilan bir o'zim kelinglar. Qo'rqib o'lib bo'lishganim men. Bir marta o'ldirib. Keling. Nima o'ylayapti yoqqa? Boraymikin ha? Sizlar uchun. Olg'a. O'lib ketaman. O'lib ketaman. Maydacho'l o'ldirib tashlab. Giderlar. Iltimos, rahim qil. Videolarga rahim qil. Qara bitta chiqmasim kerak ekan. Tatemizni qutqarib qolishim ham. Birovning ustidan kelmagin. Jon chotki do'lyapti, chotki. Go'shimiz nimadirlar? Lega. Go'shibki. Yaxshi. Ketdik. Anaqa vip. Tatem bor edi, karilladi degan. Tatem tugadi. Lekin jon normalniy. Ke. Bitta taqrar chiqib. Kelinglar. Ke. Ana turma, ke. Ko'rishmayapti menimcha u. Hozir ertalab bo'ladi-da. Shularni o'ylab men hozir tegmay turinglar iltimos. Mana shu oxirgi ana kech qilishimiz. Ertalab o'lib ketmayman, tegmayman endi. Davay. Kel. O'zim boraman. Jigarlar. Voy asaltoyim. Voy shakaltoyim. Bitta xonaga olib borib. Bo'ldi. Duxmizmi? Maydachalar bor-da. Ke. Qara maydalarni duxi yetyapti men o'g'lim kelishga. Kattalar yo'q. O'may zombi qo'ygandim ana xonaga. Ya men tushundim. Sig'ishmayapti menimcha chiqishga va kattalari. Ochib kelaymikan borib. O'lsak ham mayli. Shular uchun. Eshik yopilib qolibdi. Davay. Ay bare, o'zi urishyaptimi? O'zi biladi. O'lib ketyapti bitta. Darajam 14 bo'ldi. Udgani 28 tasini o'ldirdim ya. Alarm o'lchab qo'yib. Ke. Ya. Ya. Kattasi ham kirdi oxiri. Bayram bo'ldi. Birovlar sindirish kerak. Birinchi marta emas, mayli kirdi ancha marta. Bo'ldi. Ular oxiri rahmini yeb o'zimizni ham o'ylamamizki, qaranglar. Fokus qilamiz hozir. Kelinglar. Bo'ldi. Ke duh. O'ldi tashla shunga. Yo. Mana shu o'ldirgim keldi tashla. Ke. Bular chota kuchliga o'xshayapti. Bular nimaga o'lmayapti? Xonamga kirib olib gaplashamiz bular. Dizaynni ko'ryapsizlarmi? Tomoni video. Dizayn yoqqan bo'lsa kommentariyaga yo'qdi deb yozaveringlar. Hozir. Bilmayimcha. O'ylamam hozir. Jonsizga o'tamanki meni asli kutmalaring. Qara. Din. Pagodani ham o'zgartirib olishmiz. Pagoda yomg'irsiz bo'lsin. Yomg'irdan kuch oladiganday harakat qilishadi-da o'zi. Keling. Ke. Joni o'zi 1.5 ta ketib sakrashim qaranglar. Ke.
nechta zombilarni o'ldirdim deb o'ylaysizlar, kommentariyga yozib qoldiringlar. Ammo kanallarni ishlatganim yo'q, как раз ishlatish vaqti. 4. Ke. Ke. Ya. Ke. Kim meni o'ldiradi? Qaysi biringni? Farqi yo'q. Ammo maydachalarni qaraylik, puxtada hammasi. Yo-yo. Taykirib olgan, o'rniga borib o'ldiraman. Ki. Qani. Ya, o'ldir. Var anaqa bo'la, farqi yo'q. Ana oxirgi o'lishimiz deb aytdim. Turibdi masalan video tugamayapti. Ketib qolmaylar ana. Qilichim to'p olaymi? Mana shu bilan o'ldiryapman, farqi yo'q. Kel yoqqa. Qancha o'ldirar ekan? Bo'ldi. Zombilar qolmadi, tabriklasanglar bular. Ha, bitta ham qolmabdi, bo'ldi. Video tugadi. Shu joyiga like va podpiska bosib qolinglar. Mana shuni 2 soat qurgan bo'lsanglar, katta baza qiluvdim mana shaqqa. U yo'qmadi, buzdim. Maydaroq qildim, yo'qmadi, buzdim. Maydagina qilib, ichi to'rtta zombi qildim, tepasidan qildim. Quyosh kiradi endi, yiq dedim. Oxir qiynalib qildim. Like va podpiska bosinglar. Bo'pti, shu joyda o'ziga videomiz tugadi. Xayr.